2026-yilda yanvar oyida ota-onamni umra ziyoratiga oboraman, lekin mehmonxonasi yaqin bo'lishi kerak, oziq-ovqati yaxshi bo'lishi kerak, 50 yoshsi yaxshi bo'lishi kerak, firma tomonidan beriladigan narsalari bo'lishi kerak. Madina Munavvaraga borganimizda payg'ambarimiz ravzalariga olib kirish kerak. Makka Mukarramada 50 yoshlar malakali bizni umra qildirib qo'yish kerak deb yaxshi niyat qilib turganlarga Centrum Holidays'ga yetib keldik. Do'stlar, har doimgidek siz azizlar uchun biz ma'lumot berishda charchamaymiz. Siz bir dona like tugmasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh yangidan yangi ma'lumotlar, undan tashqari Ramazon oyini ham reyslari chiqqan. Xudo xolasa 1-, 2-, 3-, 10 kunliklari bor ekan. Bular haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tishamiz. Lekin hozir do'stlar, yanvar-fevral oyida salqinda bormoqchi bo'lganlarga Centrum Holidays'da do'stlar standart paketlarini narx-navosi hamda shart-sharoit haqida to'liq ma'lumot olamiz. Xo'p, Ulug'bek aka, odamlarni uzoq kuttirmaylik, to'liq ma'lumotni qisqa lo'nda qilib aka tushuntirib beraylik. Inshaalloh aka ko'rgan odam telefon qilsin, borsin, borganda sizni ham bizni ham duo qilib bersin. Bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, aytib o'tilgandek, Centrum Holidays'dan 6 viloyat bo'yicha premium reyslar qo'yilgan. Xo'p, Farg'onadan, Andijondan, Namangandan, Toshkentdan, Samarqanddan, Termiz shahridan Primoy bordi keldi. Ham Madina Munavvaraga, ham Jidda shahriga Primoy reyslar qo'yilgan. Xo'p, reyslarimiz 14 kunlik standart paket bo'ladi. Aytib o'tganingizdek, 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada, 11 kecha Makka Mukarramada bo'ladi. Xo'p, paketimiz ichida qisqacha qilib kiritilgan narsalarimiz 11 dan oshiq ziyoratlarimiz kiritilgan. Bonus sifatida Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Ro'ziyev masjidlari kechki ovqat pikniki, Xurmo bog'ida oshlar tashkillashtirilgan. Keyin Qur'on zavodi Madina Munavvarada 3 kundan 4 kun ish kuni xudo xolasa 100% olib kirib chiqiladi Qur'on zavodiga. Xo'p, keyin yana ko'pchilik savol beradi. Payg'ambarimiz ravzalariga olib kirib chiqasizlarmi? 100% javob qilasizlarmi? O'tgan yil borganimda kirolmagandi. Sizlarda borsa kirib chiqamizmi? deb savol berishadi. Xudo xolasa shu kungacha jo'natgan odamlarimiz yuzimiz yorug' bo'lib 100% olib kirib chiqaldik. Bundan keyin ham 100% harakat qilib, oldindan bizda hamma narsa oldindan 2 kun oldin ravzalarimiz 2 kun oldindan hamma ravzamizni aniq qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Keyin tasrihlarimizni, keyin vizalarimizni 2 kun oldin chaqirib, majlislarimiz ham 2 kun oldin bo'ladi. Biletlarimiz ham 2 kun oldin, soatlari, qachon uchib ketishlari. Agar ob-havo tuman sababli 1-2 soatda zadesh yaqinmasa, xudo xolasa o'z vaqtida borib uchib kelishyapti. Keyin o'sha xudo xolasa hamma ravzalariga harakat qilib 100% olib kirib chiqamiz harakat qilib. Keyin labbaykani aytib Makka Mukarramaga yo'llanamiz. Makka Mukarramada mehmonxonamiz gastitsasini uzoqligini aytib o'tgansam, Madina Munavvarada aytmayapman. Madina Munavvara 200-300 metr oraliqda joylashgan bo'ladi. Erta 2 mahal o'zbek milliy taomlar bo'ladi, obed kechki ovqat bo'ladi. Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr joylashgan mehmonxonamiz bo'ladi. Malakali Safo, Rozi Garden, shunga o'xshagan 3ta yonma-yon gastitsamiz joylashgan bo'ladi. Erta avtobusga kiramiz 5 daqiqalik, piyoda kiramiz 10 daqiqa masofada yo'l bo'ladi haramga. Erta 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Keyin har bitta reysimizda malakali diniy qo'mitadan ajratilgan, kamida 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega 50 boshlangan xizmat ko'rsatib, erta aytib o'tganimizdek 11 dan oshiq ziyoratlarimiz, sayohatlarimiz, umralarni xudo xolasa mukammal ado qildirib berishadi. Xo'p aka, endi aqa borilgandan keyin baribir firmada o'zini xizmatlari bo'ladi. Doktor xizmati, aravachalar, avtobus xizmatlari. Undan tashqari aqa ketayotgan odam o'zini misol oladigan so'mkasi, ruchnoy necha kilo bo'lishi kerak, buni ham yosh bolali hamda yosh kattalar to'lov qanaqaligini ham bir qadar aytib ketsangiz. Xo'p, bo'ladi. Bizda birinchi ochilishda o'shani yosh katta odamlar ko'p ketgan hisobini olib, doktor xizmatlarini tashkillashtirib berganmiz. Erta 24 soat doktor xizmatlarimiz, mini aptekalarimiz bor. Erta 24 soat doktor xizmatlar qarovida bo'lasizlar, lekin o'zim tavsiya qilamanki, o'zimning fikrim, endi o'zdan yana ijobat olishlaring o'zlaringda. Pastdan ichib yuradigan dorilarimiz, kasalligimiz o'zimiz bilamiz, hammamiz o'zimiz yuradigan dorilarimiz, iste'mol qiladigan narsalarimiz bor. O'shalarni olishlarini tavsiya qilaman. Erta topolmay qolishlaring mumkin. Chamadonga yuklab ketaverasizlar, uni cheklov yo'q, bemalol ochib ketasizlar. Xo'p, shunda bagajimizni ham aytib ketib, rol shunda bagajimiz 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy bo'ladi. Keyin aravacha xizmatlarini ham tashkillashtirib berganmiz. 24 soat aravachalarimiz bor, bemalol olib foydalanishlaring mumkin. Lekin pastdan aravachada yuradigan odamlar uchun o'zlaringiz aravachalarni olinglar, bagajga ham kiloga ham urmaydi. Erta xohlagan paytlaringda aravachalarni umra amallarini qilib, ziyoratlarni qilib kelishlaring mumkin bo'ladi. Ya'ni onasiga olib kirib qo'yadi. Xonalarga olib kirib berishadi. Erta demoqchi bo'lganim, erta aravachada muhtoj odamlar ko'payib ketadigan bo'lsa, ochirib kutishmaydi. Eng muhimi.
To'lovlar aka, yosh Xo'p. katta, kichkina. To'lov usullarimiz 2 yoshgacha bo'lganlarga faqat vizasini pulini berasizlar xolos. 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lganlarga faqat bilet vizasi puli bo'ladi. 5 yoshdan yuqoridagi odamlarimizga narxlari bir xilda bo'ladi. Narx-navozni ham aytib o'tgan bo'lsak, narxlarimiz standart paketlarimiz $1050 narxlarimiz bo'lyapti. $1050. Bordi keldi, Bordi keldi biletlari, aytib o'tgandek, sayohat, ziyoratlari, 50 bosh xizmatlari, aravacha xizmatlari, doktor xizmatlari, oziq-ovqat, transport xizmatlari hammasi ichiga kiritilgan bo'ladi. To'lovlar qana bo'ladi aka? To'lovlari xolasa bank orqali, shot orqali, karta orqali, ofisga kelsa naqd kassaga to'lasalar ham mumkin. Va joylarni bron qilish uchun ekranda ko'rgan nomerlarga aloqaga chiqishsa, yana batafsil ma'lumotlarni olib, Zagreb pasportini Telegram, WhatsApp orqali tashlab berib, joylarni bron qilishlari mumkin. Qaysi viloyatlar bo'yicha ofisga kelaman deganlarga hozir turgan joyimiz Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Mustaqillik ko'chasi 692-uy bo'ladi. Mo'ljalimiz temir yo'l vokzalining oldida joylashgan. Temir yo'l vokzalining oldi. Gap yo'q, zo'r. Do'stlar, o'z litsenziyasiga ega turfirma, undan tashqari shart-sharoitda ishlaydi, standart paketdagi bor narsalar. Xudo xolasa, Ramazon oyi qolib ketdi aka, shu oxirida Xo'p, Ramazon oyiga narx-navolarni chiqarib berganmiz. Birinchi 10 kunligi, ikkinchi 10 kunligi, uchinchi 10 kunlik narxlarini belgilab chiqarib berganmiz. Telefon qilsalaring Ramazon oyilarini batafsil ma'lumotlarni olib, qaysi reyslarga uchib ketishlari mumkin, o'shalar batafsil ma'lumotlarni olishlari mumkin. Ramazon oyi narxlarini ham chiqarib berganmiz. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa do'stlar, bormoqchi bo'lganlar, yo bo'lmasam do'stlar, ishonchli firma shart-sharoitini oqtarib yurganlar bo'ladigan bo'lsa, videoda jo'natib qo'yish assobi esdan chiqmasa. Undan tashqari kelib gaplashaman desangiz, mana manzillarigacha aytishyapti. Litsenziyalarga ega bo'ladi. O'zi Centrum Holidays yozadigan bo'lsangiz, do'stlar, ijtimoiy tarmoqlardan o'z litsenziyasini tekshirib olsalaring ham bo'laveradi. Qo'shib beradigan narsalar bor, firma tomonidan sumka bejik berilyapti. Undan tashqari Kamzilboq aytib kelishingizga 5 litr zamzam suv berilyapti. 50 boshlar malakali, xudo xolasa 2 yildan 5 yilgacha tajribaga ega bo'lgan, yaqa borganingizdan keyin payg'ambarimiz ravzalarni aytib o'tdilar, olib kirish tartiblarini. Undan tashqari do'stlar, xudo xolasa gassisasi ham yaqin, shart-sharoiti ham qulay. Video davomida qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lsa yoki qanaqadir savol bermagan bo'lsak, kommentariyaga yozib keting, biz keyingi videolarimizda sizga bundan ham to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Centrum Holidays, Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, temir yo'l vokzalining yonidagi glavniy bosh ofisdan bo'lyapti. WhatsApp, Telegram bor, shu nomerlarda aloqaga chiqadigan bo'lsalar, lokatsiya tashlab berishadi va bundan ham to'liq ma'lumot berishadi. Bizdan uzoqlashmanglar, kanalimizga obuna bo'linglar, like tugmasini bosib, kommentariyaga omad yozib qo'ysalaring, biz yangi ma'lumotlar ulashda to'xtamaymiz, charchamaymiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.